Assalomu alaykum akalar. Injektor xizmati, konditsioner, tormoz, hadovoy, korobka, motor hammasi Profmasterda bor. Ishxonamiz mana shu Sergeli mashina bozori to'g'risida joylashgan. Yangi Sergeli 18 lokatsiyasi. Shahardan kirib kelishda Mo'sta shunday o'tkazdi, chap qo'lda Megaman ro'parasida ishxonamiz. Adresni hozirga tushuntirdim. Ko'pchilik bilmasa, lokatsiyamiz ham bor, linkda, Instagram linkida, Telegram kanalimiz ham bor. Hamma sharoitlar Instagram kanalida linkida joylashgan. Narxlar, telefon nomerlar o'sha yerda ko'rinadi. Hozir bu yerda ishlarimizni bitta-bitta ko'rsatib o'taman. Ishxonamizda nechta mashina nima qilinayotgan bugungisi. Hozir bu yerda bitta Nexa'mizga zubchator remin almashtirish bo'lyapti. Zubchator remin. Bu mashinani zubchator remini mana ichki tomondan yirtilib qolibdi, zubchator remin ko'rsataman, mana ko'rinadi. Mana zubchator remin mana pitaga chiqqan. İçinden yırtılgan zapchator remin. O'shani almashtirib beramiz ichki tomonni. O'shanga hozir zapchastlarni olib chiqib qilib beramiz. Bu mashinamiz hadovoy, injektor, konditsioner, tormozlargacha hammasi komplekt bo'lyapti. Bu ham hozir ko'rsatay ichini. Qiziqda endi obunachilarga nima qo'yilar ekan, nima qilinar ekan deb. Yo, kalit chidamas ekan, nagi tomondan ko'rsataman hozir. Mana bu tomondan injektor motorlarimiz mana hammasi koreyskiy zapchastlar qo'yiladi. Idealni, tip-tinu. Вообще mощный narsalar qo'yib tashlaymiz mashinaga. Mashina uchadigan qilib beramiz. Hammasi sharoitlari qilib, buni bitta yo'q. Ishi hali davom etyapti. Bu Malibu'mizning videosini qo'ydim. Polni hadovoyga olib qoldik. Bu injektorga qolgan. Injektor hali endi boshlaymiz. O'chirt bilan chaqirganmiz navbati kelganini. Bu damasimiz vakuum ishlamay qolgan. Xullas bosh joyga borgan bu damasda orqadagi ikkita barabarni рабочий silindr kalotkalarni almashtiramiz degan, tormoz ishlaydi degan. Bunaqa narsa bilan ishlamagan. Hozir bunga men vakuum qo'yib beryapman. Tormoz vakuum testoviy. Tormoz pedalni bitta bosganingizda qattiq bo'lsa, zavod qilganda ham yumshamasa, mana shunday almashtirasiz. Ishingiz bitadi, xudo xolasa. Trosini ham mana bunisini bonus qilib berdim. Bonus qilib berganim sababi bor. Bu akamizni podpiska bo'lgan ekan bizga tros tekinga qo'yib beryapman. Bu damasimizni hozir 4 ta amazator oldini nechta tashga qo'yib yumshoq qildik. Hozir tekshiryapti akamiz klientni o'zi. Xo'p, mana injektorga yo'q qilgan labomiz. Injektor konditsionerga yo'q qilganmiz. Ishlar mana bunaqa ko'rsataman, hammasi nima bo'lganini injektorga. Mana hammasi tip-tinu zapchastlarimiz. Cho'tki qilib o'rnatib, buni hozir hali bitmagan, endi bitirsak, buni ham videosini qo'yamiz. Mana bu injektorga yo'q qilgan mashinamiz yurdi o'zi. Hozir ustalarimiz ishlab yurgizib qarayapti. Mana bunisi oldini Spark Support qilib berdik, katta Support 13 diskaga tushadi. Spark Support. O'ziniki kichkina bo'lib olib tashladik. Narigi tomoni ochiqmi? Bu yog'ini nima olib qo'yibdi. Xullas Supportini katta qilib berganmiz, tormozdan oldin opor diskalargacha Nexia chashka qo'yib berganmiz. Chashkasini olib tashlab, Nexia chashkani original qilib qo'yib beramiz. Yumshoq bo'ladi rollari. Shunaqa xizmatlar ketyapti ishxonamizda. Mana bu yerda ichkarida mashinamiz konditsioner o'rnatyapmiz. Bu full bo'lyapti hamma narsasi. Konditsioner, injektor, ideal narsalar qo'yilib, hammasi koreyskiy narsalar o'rnatiladi mashinaga. Ichlarida monitorlarda yomonni qo'yib qo'ygan ekan. Xudo xolasa buni ishi bitsa ham konditsionerlari mana top-toza ideal koreyskiy narsalar qo'yib beramiz. Profmasterga kelasizlar akalar, hamma xizmatlar bor. Injektor qilish, konditsioner qilish, boshida aytib o'tdim. Sifatli qilib beramiz, tez qilib beramiz, hamyonbop. Mashinalarimiz hozir o'chit bilan chaqirib qilib beryapmiz. Hamma joydan xudo xolasa narxlarni ham arzonroq qilib beramiz, iloji boricha to'liq zapchastlarni qo'yamiz biz o'shanga yarasha. Ko'pchilik so'raydi, narx qimmat aka sizniki, nimaga deb so'raydi telefonda. Nimaga qimmat aka? Har bitta zapchasini qo'yamiz. Chala qilib turib, keyin ketganingizdan keyin yaxshi yurmayapti mashina deb qaytib kelsa, mana zapchasini qo'ymabmiz, manasini qo'ymabmiz demaymiz biz. Bittada qo'yib, bittada chiqarib olamiz. Mashina zo'r yuradi. Tanlovda adashmaymiz, Profmasterga kelasizlar, injektorda uchiradigan qilib beramiz.